do'stlar, bu saytga kirishimiz uchun VKontakte bo'lishi kerak. Aytib o'tgandek, ilovasini yuklab, polni login parollar bilan eslab qolishingiz kerak. Kirganingizda xuddi shunday ko'rinish bo'ladi. Sayt manzili kommentariyada bo'ladi. Xo'p, saytga kirishimiz uchun mana shu tepadagi mana bu prostitut ana shu yozuvni bosinglar, короче, ruschani ham bilmayman-da. Bosamiz. Xo'p, o'zi avtomatik kirib oladi VPN orqali. Bunaqa ro'yxatni o'qishimiz shart emas. Xo'p, saytga kirganimizdek xuddi shunday ko'rinish paydo bo'ladi. Biza bajarishimiz mumkin bo'lgan zadaniyalar va mana bu yerda zametka dальний yozuvi bor. Biza bu saytda point ishlaymiz. Va tushunmaydiganlar uchun o'tkazmasdan ko'ringlar, point ishlaymiz va pointlarimizni birjada qimmat narxga sotib, keyin nima qilamiz? O'zi biza pulimizni ham chiqarib ko'rsatamiz. Qaranglar, pointlarimizdan 23 ta bor. Balansimizda 219 rubl pulimizda bor do'stlar. Xo'p, biza birinchi navbatda pulimizni yechib ko'rsatamiz. Buning uchun Payer orqali yechganimiz qulayroq. Xo'p, Vivot bo'limiga kiramiz. Xo'p, mana shuncha pul yechganman saytdan. Qaranglar, 39 rubl 75, 32 rubl 68, 68, 218, 430 rubl 154 rublgacha. Xo'p, bu yerda Payer bor, Perfect Money bor. Biza Payerni tanlaymiz. Mana o'zi kashalogimiz turgan yoki kashaloglaringizni hamday ustidan bosib yozishingiz ham mumkin. Va biza подтвердить knopkasini ustidan bir marta bosamiz, bizani pulimiz chiqarilishga qo'yildi do'stlar. Mana balansimiz ham 0. Mana Vivot bo'limiga kiradigan bo'lsak, mana ajdaniyada turgan, lekin pulimiz har doim shanba kuni kelib tushadi. Mana shu yerga e'tibor beringlar. Mana o'zim qo'ygan 30-slot tushadi. Men bugun videoni olishim sababi ertaga 30 va ertaga tushadi. Telegram kanaliga chekni tashlayman. Xo'p, bu yerdan zadaniya bo'limiga o'tamiz. Qaranglar, zadaniyani bajarishimiz uchun pulni chiqarishni ko'ringizlar, to'g'rimi? Zadaniyani bajarish uchun mana shunday zadaniyani silkasi bor-ku, mana 17 point berilar ekan. Buning uchun рассказалка друзьям deyilgan, ana shunday ustidan bir marta bosamiz. Bizani VKontaktega olib o'tadi. Bu yerdan do'stlarga tashlash kerak ekan. Menda do'stim yo'q-da, biling. Xo'sh. Masalan, kim bor endi bilan? Jo'natish qilib chiqamiz. Mana shunday. Bo'ldi. Ana endi ortga qaytamiz. Va bu yerdan подтвердить bo'ldi. Ana shu подтвердить knopkasini ustidan bosamiz. Bizaga pointimizni beradi, 17 point normalniy. Короче, men qila olmadim. Chunki do'st yo'q. Sizlar bittasi bilan yozishingiz kerak. Xo'sh, mana bu yerda mana shuncha zadaniyalar bor. Qaranglar, boshqasini bajaramiz. Ustidan bosamiz. Obuna bo'lamiz. Ortga qaytamiz va yana подтвердить. Biling. To'xtanglar, shu akkaunt o'zimning akkauntimmi? Xo'p, o'zimniki ekan, nimaga bunaqa qilyapti? Xo'sh, mana bunisi ekan, bilan. Подтвердить 10 pointlik bu-ku. Mana bo'ldi, mana pointimizni berdi, balansimizga mana 110 point bo'ldi. Ana endi xuddi mana shunday qilib zadaniyalarni bajarib chiqamiz, короче. Xo'sh, obuna bo'lamiz. Ortga qaytamiz. Bosamiz. Bo'ldi. Dalshi bosib ketamiz. Obuna bo'lamiz. Ortga qaytamiz. Подтвердить. Yana dalshi. Obuna bo'lamiz. Ko'ryapsizlar, obuna bo'lib. Agar kim bilandir yozishgan bo'lsanglar, ana bu tepadagi 10-17 rublliklarni ham, pointliklarni ham olib ketaverasizlar. Xo'sh. Obuna bo'ldik. Bo'ldi. So'qqan olamiz. 7 point. Zo'r, dalshi. Xo'p, bunda nima qilishimiz kerak ekan o'zi? Bilan do'stlarga like bosamiz. Shpaq. Xo'sh. Ochildi, ketdi. Qani bitta sinab ko'raylikchi. Bermasa kerak, bilan chat ochilmaganda bilan bermadi. Mayli, bu yo'qlarni bajarib ketaveramiz. Obuna bo'lamiz. Ko'ryapsizlar, vashshi zo'r.
Короче, bunda pul ishlash. Shuncha bor. Dal shu obunalarni bajarib ketaveraylik. Bu shu nimani katta pointlarni olish tushuntirdim. Kimgadir yozasizlar, u ответ qaytarsa bo'ldi. Ana shuni chipoq qilib tashlaysizlar. Sizlarga pullarni beradi, короче. Obuna bo'lsamiz, qochamiz, dirsillatamiz. Xo'p, hozir hammasini bajarib bo'laylik. Ko'rsatamiz yana. Xo'p, bosamiz. Yaxshi. Нормальный. Давай, ketdik yana. Bosamiz. Ikkita qoldi. Yana ana u nimasini bossak, yana chiqadi bu. Agar tugatib bo'lsanglar, yana 15 minutdan keyin yana chiqadi bu. Bosamiz. Xo'sh, yana bosamiz. Hozir birjada qanday qilib sotishni ham o'rgataman sizlarga. Bosamiz. Zo'r. Ana endi ana buni bosamiz. Yashilchani. Xo'sh, bo'ldi. Ana endi dastlabki zaявку mana ikkita bor ekan hozircha. Bitta ana shu darogalar qo'ygan. Endi sekret qilib chiqinglar agar yo'qmasa sizlarga. Boshqasini bajarib ketaverasizlar yana. Xo'sh, ana endi yana bosamiz. Добрый день, Artyom, bilat. Naybat qilishni boshladi. Xo'sh, ana. Yana shular chiqdi. Ha, mana bunaqalar chiqdi. Kanalga obuna bo'lish ko'ryapsizlarmi? Uje chiqib boraveradi. Tars bosamiz. Yana подтвердить. Zo'r. Uje 216 point ishlab qo'ydim bu. Normal ko'ryapsizlarmi? Kuniga 5 minutdan vaqt ketadi, ko'p ketsa. Yana bosamiz. Bo'ldi. Подтвердить bosamiz. Zo'r. Bitta ana shu yerdan screenshot olib qo'yib videoga ishlataman-da. Ana endi birja degan joy bor, mana birja. Pointimiz 216 ekan, birjaga o'tamiz. Hozir 1000 ta point narxi 23 rubl ekan. Bizning pointimiz 234 ta. 234 ni yozsak 5 rubl bo'lar ekan. O'sha 5 rubl ishlab ko'rsatlam, подтвердить qilamiz. Biz birjaga sotuvga qo'ydik pointimizni, bitta yangilaymiz. 1000 ta bo'lish kerak ekan, minimalniy pointlar. 1000 ta bo'lgandan keyin sotiladi. Mana sotgan pointlarim. Mana 7000 ta, 10000 ta, 46000 ta point ko'ryapsizlarmi? Ana bu yerda 1000 ta point narxi 50 rublgacha chiqadi agar pointni sizlarga pul kerak bo'lmasa, zarur bo'lmasa yig'sangizlar, uje hammadan ham yaxshi. Uje normalniy soqqa qilasizlar vaqti kelganda. Yig'inglar, meni maslahatim, men ham yig'aman. Endi keyingi videoni normal bir 1000-2000 rubl bo'lganda qilamiz do'stlar. Xullas, videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmanglar. Hammangizga omad, sog' bo'linglar.